Sizlar bilan bugun biz C# dasturlash tilida bir o'lchovli massivlar bilan tanishamiz. Dastlab ma'lumot turlarini eslab olsak, int turidagi a o'zgaruvchisi teng bo'lishi mumkin ekan 8 ga yoki double turidagi b o'zgaruvchisi teng bo'lishi mumkin 8.3 ga. Bool turidagi c o'zgaruvchisi teng bo'lishi mumkin true yoki false ga. Char turidagi o'zgaruvchisi teng bo'lishi mumkin uzunligi 1 ga teng bo'lgan apostrof ichidagi belgiga. String turidagi f o'zgaruvchisi teng bo'lishi mumkin qo'sh tirnoq ichidagi ixtiyoriy matnga. E'tibor bering, 5 ta ma'lumot turi bilan tanishdik va shu vaqtgacha barcha ma'lumotlarimizni shu 5 ta turidan birida saqladik. Sizlar bilan bugun yangi ma'lumot turi massivlar bilan tanishamiz. Massivlar odatda ma'lum bir turdagi ma'lumotlarni saqlaydi va bu ma'lumotlar tartiblangan bo'ladi. Int turidagi ma'lumotlar majmuini tartiblangan holatda indeks bilan saqlamoqchi bo'lsam, ya'ni int butun son ko'rinishidagi ma'lumotlarni saqlamoqchiman va bu o'zgaruvchini a2 deb nomlayman va u teng bo'lishi mumkin 6 4 7 2 9 va ushbu ketma-ketlikni o'zim xohlagancha davom ettirishim mumkin, ammo bizning holatda 9 bilan kifoyalanamiz. E'tibor bering, int turidagi a o'zgaruvchisi faqatgina butun sonni saqlayotgan bo'lsa, a2 o'zgaruvchisi butun son turidagi ma'lumotlar majmuini saqlayapti va ushbu ma'lumotlar indekslangan va indekslash 0 dan boshlanadi. Dastlabki element 0-indeks, 1-indeks, 2-chi, 3-chi va 4-chi indeks. Elementga murojaat qilayotganda indekslar orqali murojaat qilamiz. Misol uchun ekranga chiqaradigan bo'lsam, a2 o'zgaruvchisining 0-indeksdagi elementini va ekranga 6 soni chiqadi. Nega? Chunki 0-indeksda 6. Agar 1-indeks bo'lganda edi 4, 2-indeks bo'lganda 7. Hokazo hokazo. A2 o'zgaruvchisining 3-indeksiga qiymat berib ko'raman 77 va ekranga A2 o'zgaruvchisining 3-indeksini chop etaman. U holda ekranga 77 raqami chiqyapti. Nega? Axir 3-indeksda 2 soni turibdi. Ammo ikkinchi qatorda A2 o'zgaruvchisining 3-indeksiga yangi qiymat beryapman. Shuning hisobiga 3-indeks o'zgaryapti. Qolgan indekslar oldingi qiymatlarni saqlamoqda. Misol uchun A2 ni chiqaradigan bo'lsam, u holda 7 raqam, A1 4 raqam. Endi double turidagi ma'lumotlar majmuini saqlashni ko'rib o'tamiz. Double turidagi B2 o'zgaruvchisi teng bo'lishi mumkin ekan 6.4, 8.3, 9.1 hokazo. Ushbu elementlar haqiqiy sonlardan iborat bo'lishi mumkin, ammo uning ichida butun son ham qatnashishi mumkin. Nega? Chunki haqiqiy sonlar to'plami o'z navbatida butun sonlar to'plamini ham jamlaydi. Ya'ni double turidagi b o'zgaruvchisi 8.3 emas, balki 6 bo'lishi ham mumkin. Va shu narsa massivlarda ham o'rinli. Ekranga chiqaradigan bo'lsam, B2 o'zgaruvchisining 1-indeksdagi elementini u holda ekranga 8.3. Bool turidagi ma'lumotlar majmuini ushbu holatda saqlayman. Char turidagi ma'lumotlar majmuini esa ushbu holatda saqlayman.
Ushbu belgilar ixtiyoriy kompyuterdagi belgi bo'lishi mumkin. Va ekranga chop etadigan bo'lsam, E2 o'zgaruvchisining birinchi indeksdagi elementini, u holda foiz belgisi. String turidagi massiv. Ushbu holatda mevalar o'zgaruvchisini yaratdim va ushbu o'zgaruvchi string turidagi ma'lumotlar majmuini saqlaydi, indekslar asosida. Ekranga chiqaradigan bo'lsam, mevalarning 0-indeksdagi elementini u holda ekranga olma so'zi. Aksincha 1 yozadigan bo'lsam, gloss birinchi indeksdagi elementni o'zgartirib ko'ramiz. Buning uchun mevalar o'zgaruvchisining birinchi indeksiga yangicha qiymat beraman va ekranga mevalar birinchi indeksdagi elementni chop etamiz. U holda olcha yozuvi ekranga chiqyapti. Ushbu jarayonda qiziqarli bir voqea ham mavjud bo'lib, agarda ekranga chop etadigan bo'lsam, f o'zgaruvchisining qiymatini, ya'ni string turidagi f o'zgaruvchisi visual so'ziga teng. Visual so'zi chiqyapti. Ammo f o'zgaruvchisiga massiv sifatida qaraydigan bo'lsam va ekranga 0-indeksdagi elementni chiqar desam, demak v harfi chiqyapti. Chunki aslida string turi char turidagi massiv hisoblanadi, ya'ni belgilar majmui ekan. Va ushbu holatni yuqoridagi dastur uchun ham qo'llab ko'radigan bo'lsam, ekranga chiqaradigan bo'lsak, mevalar birinchi indeksda olcha mevasi va ekranga chiqaradigan bo'lsam, olchaning 0-indeksi. U holda ko'rib turganingizdek O harfi ekranga chiqyapti. V harfi esa ushbu kodning hisobiga. Asosan massiv ayni bir turga tegishli bo'lgan ma'lumotlar majmuini tartiblangan holatda indekslar bilan saqlash usuli ekan. Va ushbu ko'rib o'tgan massivimiz bir o'lchovli massivlar deb ataladi.